hali negativ bildiruvchilar borib, karcho'pkalar deydi, turpoq qilib qo'yadi, pichoqlar deydi mana. Keyin tomiri bilan kesadi deydi akalar, mana tomiri bormonda ko'ringlarchi mana. Birortasi tomir ko'rinyaptimi? Negativlardan zerikdimda akalar, turpoq qilib qo'yadi deydi. Qani bu yerda turpoq akalar, mana kesib ketyapti, hammasini tomirini akalar. Kim nima fikr bildiradi akalar? Yozib ketinglar qani. Diskli karchonka yaxshimi? Lemog'mi akalar? Kommentda yozinglarchi qani. Disk ko'p deydimi? Disk turpoq qilmaydi, pichoq turpoq qiladi deydigan akalar. Sizlarga qaysi ma'qul? Bizda disk ham bor, lemog' ham bor, lekin disk qo'ymaymiz biz akalar. Qo'ymaganimiz sababi chala yulib qo'yadi. Bu lemog' bexato akalar. Turpoq qilgan bo'lsa yozib ketinglar kommentga. Turpoq qilib qo'yibdi akalar. Mana konkret qilma turpoq yo'q akalar. Mana kesib ketgan. Kim nima fikr bildiradi? Xudo xolasa morza buzgan traktorimiz ham yetib keldi. Mana o'q ariqni buzib bersa, bosamiz mana shu yerda. Albatta podpishkada bo'linglar akalar. Yangi kuzatuvchilar obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'ying. Like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar akalar. Mana morzani buzadi hozir. Tutagan. Mana shu yerda agat bor ekan. Sizlarda agat deydimi akalar? Shuni buzadi mana shu. 82 ni xizmatida 70 ga 60. Morzasini o'q ariqni buzib bersa bosamiz. O'sha yerda administratorni kaptivasi turibman akalar. Like bosib qo'yasizlar. Ayna buzdirib qo'yinglar akalar, biz kelishimizga yumshoqqina maza qilib qaytaylik u otdan akalar. 4 talik omach sudrasa olmayman, 5 talik do'lab olmayman, ustagam qiynabdi pumani ham. Like bosib qo'yishni unutmanglar akalar.